Salom do'stlar, bugungi yangi darsimizga xush kelibsizlar. Demak, biza eslatib o'taman, Sog'liqli Hangogo 1 kitobidan o'tishda davom etamiz. Bugungi darsimiz 3-unitni birinchi yarmi bo'ladi. Hop, bugungi darsimizda demak verb, ya'ni fe'l ayo strukturasi bor. Bu demak hozirgi zamonga tegishli bo'ladi. Keyingisi noun ril, ya'ni ni kelishigi haqida gaplashamiz. Xo'p, bo'lmasam darsimizni boshladik. Birinchi oddiy hozirgi zamondan boshlaymiz. Verb, ya'ni fe'l oyo. Xo'sh, demak bu struktura fe'l oyo strukturasi oddiy hozirgi zamonda ifodalash uchun ishlatilar ekan va asosan doimiy takrorlanib turadigan, har kuni qilinadigan ish harakatlarni bildirish uchun ishlatiladi. Masalan, har bir odam, masalan, ko'pchilik har kuni ishga boradi yoki bo'lmasam har kuni o'qishga boradi, to'g'rimi? Shunaqa narsalarni aytishda mana shu oddiy hozirgi zamondan foydalaniladi. Masalan, men o'qiyman yoki men ishlayman. Mana shunaqa gaplarni koreys tilida ifodalashda demak verb oyo strukturasidan foydalanamiz ekan. Endi qachon qachon oyo qo'shiladi degan savolga ham javob berib ketamiz shu joyda. Mana bu fe'limiz a yoki o harflari bilan tugaydigan bo'lsa, bunga ayo qo'shamiz ekan. Masalan, ko'rayotgan bo'lsanglar, mannada fe'limiz turibdi. Mannada degani bu ko'rishmoq degani. Bu o'zak shakli ko'rishmoq. Endi buni oyoni qo'shib tuslaydigan bo'lsak, mana bu da tushib qoladi o'zidan o'zi va a bilan tugayotgani uchun biz ayoni qo'shishimiz kerak. Mannayo bo'ladi. Mannayo deb tuslanadi. Ayoni oxiriga yana qo'shimcha qo'shmaymiz, shunchaki yo'ni o'zini qo'shib ketaveramiz. Manna ayo bo'lmaydi-da, mannayo deb turib qisqarib mana shunaqa holatda tuslanadi. Endi poda fe'lini ham qaraydigan bo'lsak, poda degani ko'rmoq degani, ko'rishmoq degani. Bu ham ko'rayotgan bo'lsanglar, o harfiga tugayapti. O harfi bilan tugaydigan bo'lsa ham, ya'ni o'sha po fe'limiz dani olib tashlaymiz bu yerda. Da bizga muhim narsa emas, shunchaki bizda masalan ko'rmoq desa o'sha moq degan narsani beradi. Lekin o'zagi po. Po ko'rayotgan bo'lsanglar o bilan tugayapti. Shuning uchun shu holatda ham demak ayoni qo'shamiz ekan. Bunda qo'shsak, ayoyimiz mana bu qisqarib ketadi, fayo deb turib yoziladi. Fayoga o'zgaradi. Demak, bunaqa fe'llardan anchagina ko'p misol sifatida berdim. Hali darsimiz davomida yana ko'rib ketamiz. Xo'p, keyingisi hada. Agarda har qanaqa fe'l hada bilan tugaydigan bo'lsa, shunchaki uni heyoga o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Bu juda ham oson. Hada bilan tugasa, demak heyoga shunday o'zgartirib qo'yaveramiz. Masalan, kungbu hada bor, o'qimoq, o'rganmoq, dars qilmoq degan ma'noda keladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hada fe'li hada o'sha nimasiga tugayapti, oxirisiga. Ko'rayotgan bo'lsanglar, hada bilan tugayapti. Demak, buni o'zgartirish juda ham oson. Hadani heyoga o'zgartirib qo'ysak bo'ldi. Ya'ni kungbu heyo bo'lib qoladi. Bunaqa fe'llar juda ham ko'p. Xo'p, keyingisi o, u, i yoki bo'lmasam yana boshqa har qanaqa mana shu yuqorida aytilmagan harflarga tugaydigan bo'lsa, biz oyoni qo'shib ketaveramiz ekan. Masalan, peudani oladigan bo'lsak, peuda ham o'rganmoq degani. Ko'rayotgan bo'lsanglar, u ga tugayapti. Ya'ni dani olib tashlasak, u ga tugayapti. Bu holatda ham demak oyoni qo'shamiz ekan. Oyoni qo'shsa, ikkalasi birlashib pevoyoga aylanib ketadi. Mana bunaqa peuda demak pevoyoga aylanib ketadi. Endi umuman mana shu yuqorida aytilgan harflarga tushmaydigan fe'lni aytadigan bo'lsak, sida degani bor. Masalan, sida degani yozmoq degan fe'lga to'g'ri keladi. Sidaga ham demak oyoni qo'shib ketaveramiz ekan. Bunda o'zgarish demak soyoga o'zgarib qoladi. Mana bu harfi tushib qoladi-da, soyoga o'zgarib ketadi. Xo'p, demak, oddiy hozirgi zamonimiz mana shunaqa holatda yasaladi. Bizda koreys tilida o'sha fe'lni tuslab qo'ysak, shuni o'zi yetarli bo'ladi. Masalan, ingliz tilida ba'zi bir qo'shimchalar ham qo'shiladi, oddiy hozirgi zamonlarda yoki o'tgan zamonda, kelasi zamonda ba'zi bir qo'shimchalar ham misol shunga o'xshagan narsalar qo'shiladi. Lekin koreys tilida qiladigan ish shu fe'lni tuslab qo'ysak bo'ldi. Zamon shunga moslab o'zgarib ketaveradi. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi biz notga o'tib, yana ham misollar bilan sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman bu mavzuyimizni. Xo'p, masalan, misollarimizdan boshlaymiz.
Bizda o'chirgichda ekan, yozuvga o'tkazib olamiz. Masalan, Yuji'nin chigim 친구를 만나요. Yuji'nin, ya'ni Yujin ism bu yerda hozir 친구를 o'rtog'ini ko'radi yoki o'rtog'i bilan ko'rishadi degan gap hosil bo'lyapti. Demak, bu ham o'sha hozirgi zamonda ifodalash uchun ishlatilyapti. Shuning uchun demak, mana bunaqa ayo qo'shimchasi bilan tuslanyapti fe'limiz. Biz buni ko'rdik o'tgan biroz oldin. Mannada bo'ladigan bo'lsa, demak, a bilan tugayotganligi uchun, ya'ni mana bunga e'tibor beramiz. Bu dani hisoblamaymiz. Dani tushirib qoldirsak ham bo'laveradi. Mannada bo'lganligi uchun, demak, biz tuslayotganda ayoni qo'shamiz ekan. Mannayo bo'lib qoladi, o'rtoqlar, shunaqa. Xo'p, endi bu yerda yangi so'zlar qo'shilgan bo'lsa, chigim deb yozib qo'yamiz. Chigim degani hozir degani. Demak, o'zi hozir degan so'zi qo'shilganidan ham bilsanglar bo'ladi. Bu zamon hozirgi zamonga to'g'ri keladi. Mannada ko'rishmoq. Xo'sh, yana misollar aytadigan bo'lsak, nananing 영화를 봐요. Demak, nana kino ko'ryapti yoki nana kino ko'radi deb turib tarjima qilsak ham bo'laveradi. Bu holatda ham o'sha podani tuslashni ko'rdik. Poda bo'lsa payo deb tuslanar ekan. O'rtoqlar, sizlar bu yerda zamoniga unchalik e'tibor bermasanglar ham bo'laveradi. Biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu tuslashlarni yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Zamonni tarjimasi o'zi vaziyatga qarab tarjima qilib ketilaveradi. Masalan, mana bu nana yong'ar payo degani ba'zi holatlarda nana kino ko'ryapti deb tarjima qilsa, ba'zi holatlarda nana kino ko'radi. Umumiy kino ko'radi deb turib tarjima qilinadi. Shuning uchun kontekstga qarab tarjima qilib ketilaveradi bularni. Biz asosan hozir o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa mana shu fe'lni qanday tuslanayotganligini o'rganib ketishimiz kerak. Demak, poda ko'rmoq degan ma'noda kelar ekan. Xo'p, demak, yana yong'hani ham yozib ketaylik. Yong'ha kino. Xo'sh, yana hadaga beraylik. Chonin deylik. Chonin 한국어를 공부해요. Men koreys tilini o'rganaman yoki men koreys tilini o'rganyapman deb turib vaziyatga qarab tarjima qilib ketsanglar ham bo'laveradi. Shunaqa o'rtoqlar, bu yerda ham 공부 hadani 공부해요 deb turib tuslab ketyapmiz. Ya'ni hadani har qanday holatda heyo deb turib tuslab ketaveramiz ekan, hada bilan tugaydigan bo'lsa. Xo'sh, buni tarjimasi o'sha o'rganmoq, o'qimoq degan ma'noda kelar ekan. Xo'p, yana Julian nima qilyapti ekan? Julianning 책을 읽어요. Demak, Julian kitobni o'qiyapti yoki Julian kitob o'qiydi deb turib tarjima qilsak ham bo'laveradi, albatta vaziyatga qarab. Xo'sh, bu yerda ilkta fe'li kelyapti. Ilkta. Demak, ilkta fe'li o'sha o'qimoq, ya'ni rostmanasiga kitobni o'qimoq degan ma'noda keladi. Buni ham tuslayotgan paytda ilgoyo deb turib, ya'ni oyo qo'shimchasini qo'shish orqali tuslaymiz ekan. Ilgoyo bo'lsa, o'qiydi yoki o'qiyapti degan so'zga to'g'ri keladi. Xo'sh, yana beradigan bo'lsak misollardan Steven Shi'nin 한국어를 demaylik endi. 영어를 deylik. 영어를 배워요. Steven Shi'nin 영어를 배워요. Xo'sh. Demak, Steven ingliz tilini o'rganadi degan gapimiz hosil bo'lyapti. Bu yerda peuda ham o'sha o'rganmoq degan ma'noga to'g'ri keladi. Peuda o'rganmoq. Yong'o bo'ladigan bo'lsa, ingliz tili bo'ladi. Yong'o ingliz tili.
Chunki bu yong'oq so'zi yonguk so'zidan olingan. Yonguk degani Angliya davlatiga to'g'ri keladi. Angliya degani. Mana shu yongni yoniga oni qo'shib qo'ysa, til degan qo'shimcha bo'ladi bu. Yong'oq demak ingliz tili degan so'zga to'g'ri keladi. Xuddi hangukni yoniga oni qo'shib qo'ysa, hangugo bo'lib, koreys tili degan so'z hosil bo'lgandek. Xo'sh, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi yana qo'shimcha sifatida aytadigan bo'lsak, aytib o'tdim. Bu zamon odatda, masalan, har kuni sodir bo'ladigan odatga aylanib qolgan ish-harakatlar uchun ishlatiladi. Masalan, o'sha aytdim, shonin nima desa bo'ladi? Esa shonin esae tanyoyo. Demak, men ofisga boraman yoki men ofisda ishlayman degan ma'no kelib chiqadi. Endi tanida degani o'sha bormoq degani, bu o'sha ofisga qatnayman degani, ya'ni ofisda ishlayman degan so'z kelib chiqadi. Endi buni nimaga yozyapman? Bu so'z o'sha har kuni sodir bo'ladigan ish-harakat degani. Ya'ni bu gap chonin hesaye tanyoyo degani, demak men har kuni ofisga boraman degan so'z hosil bo'ladi. Ana ingliz tilida bor-ku, masalan, I work desa, men ishlayman degan so'zga to'g'ri keladi. Endi koreys tilida bo'lsa, chonin hesaye tanyoyo bo'lsa, men ofisga qatnayman yoki men ishlayman degan gapga to'g'ri keladi. Yoki bo'lmasam, chonin hakyoe kayo bo'lsa, men maktabga boraman degan gap hosil bo'ladi. Bu ham o'sha har kuni takrorlanib turadi. Masalan, o'quvchi bo'lsa, har kuni maktabga boradi-yu, to'g'rimi? Mana shunaqa ish-harakatlarga nisbatan shu oddiy hozirgi zamon ishlatiladi. Ingliz tilida ham bor, masalan, I go to school deb berishadi. Present simple ni o'tayotgan paytda har doim mana shu example ishlatishadi-yu, misolda I go to school deb turib, men maktabga boraman. Bizda ham bor, o'sha koreys tilida ham bor. Chonin hakyoe kayo yoki hakyoe tanyoyo desak ham bo'laveradi. Tanyoyo degani anaqa ko'proq, bo'lay nimaroq varianti, rasmiyroq varianti. Rasmiy holatlarda mana shu tanidani ishlatsak yaxshiroq bo'ladi. Endi oddiy gaplashayotganda mana kayoni ishlatsak ham bo'laveradi, zarari yo'q. Xo'p, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi keyingi mavzuyimiz bilan davom etamiz. Menimcha bu fe'llarni tushlanishi va oddiy hozirgi zamon tushunarli bo'ldi. Endi keyingi mavzuyimiz bilan davom etadigan bo'lsak, noun il-ril. Bu juda ham oddiy, ya'ni n qo'shimchasi bo'ladi. Il-ril degani o'zimizning n qo'shimchasi, ya'ni o'zbek tilida tushum kelishiga to'g'ri keladi. Masalan, mashina desa, mashinani deb tushum kelishigidagi n ni qo'shadigan bo'lsak, koreys tilida o'sha il-ril ga to'g'ri keladi. Misollar bilan gaplashadigan bo'lsak, copy. Rilni qo'shsak, copy ril bo'lib qoladi. Tarjimasi kofeni bo'ladi. Masalan, men kofe ichaman deb turib, men kofeni ichaman desak aniqroq bo'ladi-yu o'zi aslida, to'g'rimi? Ana shunda n qo'shimchasi mana shu il-ril ga to'g'ri keladi. Yoki bo'lmasa pub. Pub degani, guruch degani ko'p holatlarda koreysda ovqat ma'nosida ishlatadi. Shunda bunga ham ilni qo'shadigan bo'lsak, pabl bo'lib qoladi, ya'ni ovqatni degan ma'no kelib chiqadi. Keyingisi check, kitob. Chegil bo'lsa, kitobni degan ma'no kelib chiqadi. Endi buni ham misollar bilan ko'rib chiqamiz. Yaxshilab, o'rtoqlar, mustahkamlaymiz. Masalan, Mariko shinin kopi를 마셔요. Mariko shinin kopi를 마셔요. Mariko kofeni, mana bu rilni qo'shgan uchun n deb aytamiz. Kofeni ichadi yoki kofe ichadi deb turib tarjima qilsak ham bo'laveradi, lekin mana bu rilni qo'shgani uchun kofeni ichadi desak to'g'ri bo'ladi. Endi mashida degani bu yerda ichmoq fe'liga to'g'ri kelyapti. Mashida ichmoq. Tuslanayotgan paytda mashida i bilan tugaydigan bo'lsa, oni qo'shamiz degandik, oyoni qo'shamiz degandik. Bu holatda mashida bo'lib, oni qo'shsak, oyoni qo'shadigan bo'lsak, mashoyo fe'liga o'zgarib ketadi. Mashida demak, oddiy hozirgi zamonda mashoyo deb turib tuslanar ekan o'rtoqlar. Shunaqa. Endi yana misollarni ko'radigan bo'lsak,
chonin qabul mo'yo. Men ovqatni yeyman degan gap hosil bo'lyapti. Men ovqatni yeyman. Demak, bu yerda moqta fe'li tuslanayotgan paytda mo'g'ayo bo'lib turib tuslanar ekan. Xo'p, endi yana shu yerda sizlarga bitta muhim narsani aytib o'tishim kerak. Bu yerda biz il deyapmiz, ril deyapmiz. Qachon il qo'shiladi, qachon ril qo'shiladi degan savol tug'ilishi ham mumkin. Ko'pchilik kuzatuvchi yaxshi e'tibor bilan kuzatayotganlar balkim allaqachon bilib bo'lgandir buni. Bu narsa yana o'sha patchimga borib taqaladi. Masalan, pap so'zini oladigan bo'lsak, oxirida patchim bilan tugayapti. Patchim ya'ni pastga tushib qolgan 3-harf bo'ladi. Patchim bilan tugayotganligi uchun biz bunda ilni ishlatamiz. Pabl deymiz. Endi patchimsiz tugasa, masalan, copy bo'lsa, ko'rayotgan bo'lsanglar, pastga tushib qolgan harfi yo'q buni. Shuning uchun copy patchimsiz bo'lganligi uchun biz rilni qo'shamiz ekan. Shunisida farqi bor. Patchim bo'lsa, ilni qo'shamiz, patchim yo'q bo'lsa, ril qo'shimchasini qo'shib ketaveramiz ekan. Shunga qarab farqlab ketsanglar bo'laveradi o'rtoqlar. Mana shularda demak farqlari bor. Xo'sh, demak, ril haqida asosan shular edi. Endi sizlarga bitta yana dialog tayyorlab qo'yganman bonus sifatida. Shuni birgalikda sizlar bilan tahlil qilamiz hozir. Qani boshladik. Bu yerda demak Mariko bilan Steven gapiryapti. Birinchi Mariko gap boshlayapti. Steven chigim mo'heyo. Steven, hozir nima qilyapsan? deyapti. Mo nima? Heyo qilmoq. Nima qilyapsan deb savol beryapti. Endi Steven javob beryapti. Konbuheyo. Dars qilyapman. Mariko shinin mo'heyo. Mariko nima qilyapsan? Endi Mariko javob beryapti. Chonin chegil ilgoyo. Men kitobni o'qiyapman. Ya'ni chekka patchim bilan tugayotganligi uchun ilni qo'shyapmiz. Kitobni o'qiyapman degan so'z gap hosil bo'lyapti. Endi Steven yana so'rayapti. Hangugo chegil ilgoyo. Koreys tilidagi kitobni o'qiyapsanmi? Mariko javob beryapti. Aniyo ilbono chegil ilgoyo. Yo'q, ilbono, ya'ni yapon tilidagi kitobni o'qiyapman deb javob beryapti. Bu yerda ilbon Yaponiya bo'ladi. Katta harf bilan yozamiz. Ilbono bo'lsa yapon tili bo'lib qoladi. Yapon tili. Davlatni oldiga shunday oni qo'shib qo'ysa, tilga aylanib ketadi. Ba'zida o'zagidagi so'zlar ham tushib qolishi mumkin. Masalan, yongukda aytdik. Yongukda tilga o'zgartirmoqchi bo'lsak, yongo bo'lib qoladi. Mana bu kuk tushib qoladi. Shunga e'tibor berasizlar. Lekin asosiy qoidasi shu oni qo'shsa, davlatni nomini oldiga oni qo'shsa, tili degan so'z kelib chiqadi. Shunaqa o'rtoqlar, menimcha sizlarga yaxshi tushunarli bo'ldi. Endi shu yerda yana sizlarga bitta bonus sifatida yangi rubrikani qo'shib ketmoqchiman. Biz sizlar bilan yangi so'zlarni o'rganamiz. Xo'p, sizlarga qani qo'shimcha sifatida, vazifa sifatida so'zlar berib ketmoqchiman. Va qanday tuslanishini ham o'rgatib ketaman. Chada so'zi bor. Chada bu fe'l bo'ladi. Uxlamoq fe'li. Buni tuslayotganda chayo holatida tuslanadi. Keyingisi kungbuhadani o'rgandik. Mayli buni ham yozib ketaveramiz. Kungbuhada o'rganmoq, o'qimoq yoki o'sha oddiyroq o'zimiz bilgan dars qilmoq. Buni tuslayotganda hada bu bilan tugayotganligi uchun kungbu heyoga o'zgartiramiz. Hada bo'lsa har doim heyoga o'zgartiraveramiz. Keyingisi irada. Irada degani ishlamoq degani. Ko'p holatlar o'qiyotganda irada deydi. Chona ireyo. Mana bu h ni talaffuz qilib qilmasdan o'tib ketadi. Koreyslarda shunaqa holat. H ba'zida talaffuz qilinmay o'tib ketadi. Boshlanishiga o'sha irhada deb talaffuz qilsanglar bo'laveradi. Buni endi tuslayotganda bu ham hada bilan tugayotganligi uchun ireyo deb turib tuslanadi. Keyingisi undong hada. Undong hada degani mashq qilmoq, sport bilan shug'ullanmoq degani. Mashq qilmoq, sport bilan shug'ullanmoq. Endi buni tuslayotganda bu ham hada bilan tugayotganligi uchun undong heyo bo'ladi. Xo'p, yozuvim tushunarli bo'lyapti deb umid qilaman. Agar yozuvni tushunmayotgan bo'lsanglar,
kommentariyada yozib qoldiringlar, sal chiroyliroq yozishga harakat qilaman. Tushunmay qolayotgan joylaring ham bo'lishi mumkin-da. Subcheral hada. Subcheral hada bo'ladigan bo'lsa, bu vazifa qilmoq bo'ladi. Ya'ni o'sha uyga vazifani qilmoq bo'ladi. Buni endi nima qilayotganda, bu ham o'sha o'zimiz bilgan hadani tuslaymiz, subcheral heo bo'lib qoladi. Subcheral heo. Xo'sh, keyingisi. Usul sada. Oddiy sada deb ketaveraylik. Sada degani sotib olmoq degani. Sada sotib olmoq tuslayotganda sayo bo'lib qoladi. Keyingisi poda. Podani ko'rdik, mayli aytib ketaveramiz. Ko'rmoq degani poda tuslayotganda payo bo'lib qoladi. Payo. Keyingisi mannada. Mannadani ham ko'rdik. Ko'rishmoq degani bu. Mannada ko'rishmoq. Bu mannayo bo'lib qoladi. Keyingisi peuda. Peuda degani o'rganmoq, o'qimoq. Ko'proq o'rganmoq deb tarjima qilsak to'g'ri bo'ladi. Pevoyo bo'ladi. Pevoyo deb tushunadi. Keyingisi moqta. Moqta yemoq. Moqta mog'oyo. Mog'oyo deb tushunadi. Keyingisi mashida. Mashida ichmoq bo'ladi. Buni ushlayotganda mashoyo deymiz. Mashoyo. Keyingisi ilkta. Ilktani ham ko'rdik hali misollarda. O'qimoq. Bu endi rostmana kitob o'qimoqqa to'g'ri keladi. Buni ushlayotganda ilgoyo deb turib ushlaymiz ekan. Xo'p, menimcha mana shu so'zlar sizlarga yetarli. Yodlab o'zlaring uchun uslanishlarini bilib qo'ysanglar, ko'p holatlarda ishlatiladigan fe'llar mana shu koreys tilida. Sizlar uchun boshlang'ich daraja uchun hozircha yetib ortadi. O'rganib olsanglar o'zlaringga juda ham foydali. Xo'p, o'rtoqlar, bugungi darsimiz shu yerda yakunlanadi. Menimcha sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Har doimgidek like bosib qo'yasizlar, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna ham bo'lib qo'yinglar va har doimgidek Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda ham foydali xabarlar bo'lib turadi. Telegram kanal Ulug'bek Mahmudov o'z deb qidirsanglar chiqadi. Xo'p, demak, video shu yergacha. Keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.